Nexia 1 avtomobilini o'zimiznikilar legenda deb proyekt qilishadi. Mercedes 124 avtomobilini ham inomarkada legenda deb proyekt qilishadi. Xitoy yuk mashinalarining legendasi Chang'an 98 avtomobili. Bundan oldingi proyektimizni ko'ruvdinglar, ko'pchiligingizga yoqqan edi. Buni ham Proyekt X deb nomladik. Bu undan ham zo'r chiqadi. Bu mashinada nimalarni o'zgartiramiz? Hadovoy qismi, salon qismi, motor qismi, ustki ko'rinishi, hamma joyi o'zgaradi. Qisqa qilib aytganda, mashinani qaytadan jonlantiramiz. Haqiqiy legendaga aylantiramiz. Bu mashinaga birinchi qiladigan ishimiz ko'rib turgan furgonlarni yechib olib tashlaymiz. O'rniga nima qilishimizni paka sir. Bu mashinaga hamma qilinayotgan ishlarni sizlarga ko'rsatib boramiz. Hadovoy qismida o'zgarish bo'ladimi, kuzov qismida o'zgarish bo'ladimi yoki furgonida qanaqadir o'zgarish bo'ladimi, hammasini ko'rsatib boramiz. Bu mashinani ko'rinishini eslab qolinglar, bitganda bitta solishtirib ko'rasizlar. Sizlarga qiziq bo'layotgan bo'lsa, bizani kuzatishni davom ettiring.